Milliy bank alohida kelajakka qadam dasturini amalga oshiradi. Shu maqsad uchun 100 million dollarlik resurs beryapmiz. Betakror yurtimizda barqaror jamiyatni va bardavom taraqqiyotni ta'minlash barchamizning bosh maqsadimiz deb shior qilib olsak, marra bizniki bo'ladi. Buxoro davlat universiteti bitiruvchi sifatida shuni ayta olamanki, kelajakka qadam Talaba Expo 2025 loyihasi biz talaba yoshlar uchun eng katta imkoniyatlar kaliti bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan bir qatorda turli xil soha vakillarining tajribasi bilan bo'lishdik. Muhtaram Prezidentimiz tashabbuslari bilan Buxoro shahridagi Ark maydonida tashkil etilgan Talaba Expo ko'rgazmasida Artel korxonasi 300 dan ortiq bo'sh ish o'rni bilan qatnashdi. Bunda tadbir davomida 150 dan ortiq yosh mutaxassislarni ish bilan ta'minladik. Bunday ko'rgazmalar muntazam ravishda tashkillashtirib turilishi oliy ta'lim va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlaydi. Men Buxoro davlat texnika universiteti talabasi. Universitetimiz tomonidan tashkil etilgan dual ta'lim tizimida Buxoro shahrida joylashgan Artel kompaniyasida texnolog sifatida ish faoliyatini yuritib kelmoqdaman. Kompaniya tomonidan tashkil etib berilgan barcha shart-sharoitlar kompaniya tomonidan bepul tushlik, ishchi formasi va oyliklar vaqtida berib kelinmoqda.